Asmaul husna al-tawwab. Psixologik sharh. Alloh taoloning al-tawwab sifati ma'nosi bandalarini tavbaga yo'llovchi va ularning tavbasini ko'plab qabul qiluvchi zot ma'nosini bildiradi. Allohning bu sifati nihoyatda psixologik ahamiyatga ega, xususan u insonning psixologiyasining butunlay transformatsiya bo'lishiga yordam beradi. Ya'ni inson xato qilsam uni tuzatsam bo'ladi degan tushunchaga ega bo'ladi. Alloh kechirguvchi kabi ma'nolarni fahmlaydi. Aybdorlik hissini kamaytiradi. Tavvob tushunchasi o'z-o'zini tarbiyalash jarayonida katta xizmat qiladi. Zaif tomonlarni tan olish va ular ustida ishlash uchun al-tavvob sifatini ko'proq zikr qilish kerak. Doimiy o'zini takomillashtirishga yordam beradi. Terapevtik usulda ham juda foydali, xususan tavba va kechirim, muntazam tavba va kechirim sifatlarini takrorlab yurgan insonlarda ruhiy yengillik va osoyishtalik shakllanadi. O'tmishdagi xatolardan qutulish va ozod bo'lish hissini qalban his qiladi. Kuniga 100 bor al-tavvob sifatini zikr qilish tavsiya qilinadi.